yaxshi bo'ldi. Soat ham necha bo'libdi? Soat ham 4 bo'lib ketdi-ku. Videoni yoqdikmi? Yoqdi video. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun men Steve do'stlar. Bugun sizlar bilan men yana uyimdaman do'stlar. Xo'p, bugun nima qilamiz? Do'stlar? Xo'p, uni o'zim ham bilmayman. Birinchi pauzlarimni ko'rishim kerak. Shu yoqlarni ham bir tuzatirish kerak-da. Xo'p, kechirasizlar do'stlar, men Tretiskida Jonsda qolib ketibman. Xo'p, nima deyotgandim? Uyimni remont qildirish kerak. Mana qo'llarni qarang do'stlar, atroflarni shu usta chaqirish kerak bugun. Boshda bir polizlarni qiraylikchi. Eshik taqilyapti. Kim u? Men qo'shniman. Salom. Kim bo'lasiz? Men seni shaharlik qo'shningman, yoningda yashayman. Salom, tanishganimdan xursandman. Ismingiz kim? Ismingizni aytsangiz. Mening ismim Mammat. Mammat? U yaxshi ism. Tanishganimdan xursandman, Mammat. Xo'p, tanishganimdan xursandman, Mammat qo'shnim. Xo'p, men ishlarimni qilay, kechirasiz. Xo'p, men xijolat. Xo'p, rahmat. Xo'p, mana bu narsalarni olib olsam do'stlar. Mana qo'shnim bilan chiqib ketaymi? Xo'p, chiqavering. Hozir men hovliga kiraman. Xo'p, hozir kechirasiz. Hech kimni keyin qaramadim. Mana shu polizni tozalamoqchi edim. Hali o'smagan ekan. Shuning uchun yoniga borib kelaylikchi. Nima gap ekan? Xo'p, men kelsam bo'ladimi? Kel. Xo'p. Mer, salom. Men polizimdan sizga narsalarni olib kelmoqchi edim. Polizim hali o'smagan ekan. Xo'p, zarari yo'q. Keyin olib kelasan. Xo'p, mening qo'shnim bor ekan, meni uyim yonida. Men hech kim yashamaydi deb o'ylagandim. Yashaydi. Sizlar bilan tanishdikmi? Tanishdim men. Xo'p, men unda bugun uyimga usta chaqirmoqchi edim. Uyim juda nima deydi, qurum bosib ketib, shuni tuzattirmoqchi edim bir yerlarni. Xo'p, ketaman. Xo'p, men ketdim unda mer. Xo'p, xayr mer. Xayr. Mana do'stlar, meni uyidan ham chiqdik. Endi biz uyimizni tuzattiraylik. Xo'p. Siz hali ham ketmadingizmi? Hozir ketaman. Men yurib turganman. Xo'p. Men o'zi bugun tuzattirmoqchi edim uyimni. Yaxshi. Hozir ketaman. Xo'p. Mana do'stlar, mana bu yerga уже yangi yil narsalarni ham ilib qo'ydik. Akanda yangi yilga rahmat do'stlar. Qish keldi уже. Unda archalar do'stlar. Men unda ustaga telefon qilayda kompyuterda. Keyin uyni remont qilib bo'lgandan keyin usta kelgandan keyin yoqaman. Xo'p. Telefon
eshitdingizmi? Mer yaqinda qishlog'imizga qor yog'armish. Ha, eshitdim. Eshitdilar, aytib yurgandi. Ha, unda men ham uyimga boray, uyim bitgandir. Xo'p, senga ruxsat ketaver. Hop, men ketdim. Xo'p. Do'stlar, men mana uyimga ketyapman. Usta mening uyimni bitirgandir. Borib kelaylik. Mana uyim. Kelaylik. Tamam usta, bo'ldimi, bitdimi? Ha, bitti. Buni kirib ko'rishingiz mumkin. Hop, o gilamcha ham qo'yibsiz. Ha, qo'ydim. Hop, bir kirib ko'raychi uyga. Bir kirib ko'ray uyga. Mana har doimgidek sandiqlarim, kravatim. Hop, mana-ku bo'lar ekan-ku uzaytirsa. Hop. Tushib ketdi hozir. Balkon. Yaxshi. Qo'shimcha narsa. Mana shu yerdan tabiat ko'rib o'tiraman. Yaxshi. Endi men buni beray bilmayman. Bu nasib qo'ydigan bunlar bo'lsa kerak. Ha, usta yaxshi bitibdi uyim. Usta qancha beray? 20 ming bering. Hop, hozir beraman. 20 ming so'rayapti do'stlar. 20 ming. Do'stlar ko'rishingiz mumkin. 20 ming rupiy. Hop, mana sizga 20 ming. Hop. Rahmat, uyimizni berganingiz uchun sizga yana uyimni tuzatmoqchi bo'lsam sizga telefon qilaman. Buyursa. Xo'p, bemalol. Rahmat unda. Xayr. Hop, mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Uyim juda ham yaxshi qilibdi. Usta. Mana endi toza havodan nafas olmoqchi bo'lsam, mana shu yerda o'tirib dam olib o'tirsam bo'ladi. Hop do'stlar, bugun sizlar bilan men Steve bo'ldim do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling do'stlar. Aytgancha kanalga obuna bo'lib, like bosib qolishni esingizdan chiqarmang do'stlar. Video together.